Bitta odam turib mendan so'radi, bankda ishlasam bo'ladimi dedi. Men aytdim, siz dedim, shu sohaning mutaxassisimisiz? Islomiy banklar keladi inshaalloh. Siz ishlab turing. Hozir tashab ketaversangiz, u ham tashab ketaversa, iqtisodiy strukturaga kimga kunimiz qolib ketadi? Kimga kunimiz qolib ketadi? Siz o'sha o'zingizni, ya'ni yechimingizni o'rtaga qo'yishingiz kerak. Iqtisodiy masalalar bo'yicha oldinga yurishimiz kerak. Islomiy banklarga hozir O'zbekistonda yana takror aytaman, hatto rahbariyat, prezident o'zi chiqib aytdi. Islomiy banklarni o'rganinglar dedi. Hozir eng oxirgi xabar men bilganim, 8 ta bank Islomiy bankni sho'balarini o'rganyapti. Qisqasi, O'zbekistonda Islomiy bank faoliyatiga ruxsat berildi. Senatorlar Islomiy bank faoliyatini joriy etishga doir qonunni ma'qulladi. Endilikda banklar maxsus litsenziya asosida to'liq Islomiy bank xizmatlarini yoki an'anaviy va Islomiy bank faoliyatini birgalikda amalga oshirishi mumkin. Shuningdek, Markaziy bank va tijorat banklarida Islomiy moliya kengashlari tashkil etiladi. Islomiy moliya operatsiyalari uchun alohida soliq tartibi joriy qilinadi. Islomiy moliya asosida sotiladigan tovarlardagi ustamalar qo'shimcha qiymat solig'idan ozod etiladi.